Ar-Rahmandagi Allohning rahmati butun xaloyiqni o'z ichiga oladi. Bunga mo'min ham, kofir ham, fojir ham, solih kishi ham, yaxshi yomon hamma kiradi. Hattoki hayvonotlar bo'ladimi, jinlar dunyosi hammani qamrab olgan bu rahmat Alloh taoloni. Alloh taologa osiy bo'lgan kishilar, Alloh taoloni so'kkan kishilar, odamlar, insonlar ham, Alloh taologa kufr keltirganlar, noshukur bo'lganlar ham Allohning ne'matini yeydi. Alloh yaratgan bu dunyoda yashaydi, undagi lazzatlardan foydalanadi, farzand ko'rishadi, turmush quradi, to'g'rimi? Hammani shuning uchun qamarib olgan degani bu rahmat. Lekin Ar-Rahim ismi bu xos bo'lgan rahmat Alloh taoloni. Bu faqatgina mo'min bandalari uchun qo'llanilar ekan. Va kana bil mu'minina rahima dedi Alloh taolo. Va u mo'minlarga o'ta rahimlidir. Allohning bu rahmati, xos bo'lgan rahmati nimada ko'rinadi deyiladigan bo'lsa, bir bandasini gunohlariga tavba qilib iymonga kelishiga tavfiq berishida va u bandasi to'g'ri yo'lda hidoyatda sobit qadam turishligi, har qanaqa musibatlarga sabr qilib toki joni uzilgungacha mana shuni ustida sobit turishligida mana shu narsada ko'rinadi.